Salom millionerlar, men bugun IT School'daman. Bu yerda yoshlar kelajakni kodlayapti. Keling web dasturchilar bilan tanishamiz. Do'stlar, bu yerda eng iqtidorli yoshlar o'qiydi. Web dasturchi o'quvchi Diyorbek bilan suhbatlashamiz. Diyorbek, nima yangilik? Joni sog'mi, charchayapsan? Diyorbek, nima yangiliklar webda endi? Webda yangiliklar juda ko'p. Biz hozir zamonaviy texnologiyalar orqali web dasturlashni o'rganyapmiz. Node.js, React.js orqali shogirdlarim o'z proyektlarini amalga oshirmoqda. Xudo xohlasa oldimizga 2026-yil uchun juda ham katta maqsad qo'ydik. Bu maqsadimiz IT School'da 100 nafar shogird tarbiyalamoqchiman o'zim va ular o'zlarini saytlarini mana shu yerda turib yuritishadi. Demak, bu juda ham katta maqsad, Diyorbek. Demak, 2026-yil IT School'da katta burilish bo'ladi. 100 ta shogird, bu 100 ta developer degani. Ha aka, hozir biz bu 100 ta shogird chiqarish uchun biz jamoa bo'lib harakat qilmoqdamiz va uni Xudo xohlasa O'zbekistonda yangi web developerlarni yetishtirib chiqaramiz aka. Demak, do'stlar, bu yerda IT School'da yoshlar kelajakni kodlaydi. Membrandman loyihasining keyingi ishtirokchilari kuchli dasturchilar va dizaynerlar, grafik dizaynerlar bo'ladi. Ko'rishguncha.